Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan O'zbekistonning har bir nafaqaxo'ri uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir mavzu haqida gaplashamiz. E'tibor bering. 1 maydan boshlab nafaqa tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi va bu sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqa oladigan kishi bo'lsa, bu video siz uchun. Hech qanday bo'rttirishlarsiz aytamanki, bugungi ma'lumotlar shunchaki muhim emas, balki tanqidiy ahamiyatga ega. Agar siz bu yangiliklarni bilmasangiz va tegishli qoralarni ko'rmasangiz, moliyaviy yo'qotishlarga uchrab qolishingiz mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki har bir detal muhim. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotlarni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada? Avvallari nafaqalar va ularni qayta hisoblash masalasi ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlar bilan bog'liq edi. Ko'pgina hollarda nafaqaxo'rlar o'z nafaqalarining oshirilishini bilish uchun har safar tegishli idoralarga borishga, navbatlarda turishga, qog'ozbozlik bilan shug'ullanishga majbur bo'lishardi. Ayniqsa nafaqalar indeksatsiyasi yoki ish stajiga oid qayta hisoblashlar masalasi ko'pchilik uchun tushunarsiz va qiyin edi. Ba'zan hatto nafaqalar oshirilganda ham bu haqda hamma ham o'z vaqtida xabardor bo'lmasdi va ko'pchilik pulni ortiqcha olish uchun o'zlari murojaat qilishlari kerak edi. Bu esa katta vaqt sarfini, asabiy taranglikni keltirib chiqarar edi. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun esa vaziyat yanada chigal edi. Ularning nafaqalari qanday hisoblanishi, ish haqi nafaqaga qanday ta'sir qilishi doim munozarali masala bo'lib kelgan. Ko'pchilik ishlayotganligi sababli nafaqasining to'liq indeksatsiyasidan mahrum bo'lganini his qilar edi. Bu esa haqli ravishda noroziliklarni keltirib chiqarardi. Endi esa 1 maydan boshlab vaziyat tubdan o'zgaradi. Hukumat nafaqa tizimini modernizatsiya qilish va uni nafaqaxo'rlar uchun yanada shaffof, adolatli va qulay qilish maqsadida bir qator muhim qarorlar qabul qildi. Asosiy o'zgarish shundaki, nafaqalar bo'yicha ko'plab jarayonlar avtomatlashtiriladi va eng muhimi, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun yangi hisoblash mexanizmi joriy etiladi. Bu shuni anglatadiki, sizning nafaqangiz endi boshqacha qoidalar asosida hisoblanishi mumkin va bu deyarli har bir nafaqaxo'rga ta'sir qiladi. Tizim shaffofroq bo'ladi, lekin ayni paytda sizdan ham ba'zi narsalarga e'tiborli bo'lishingizni talab qiladi. Keling, birinchi asosiy qismga o'tamiz. Nima qilish kerakligi, kim tashvishlanishi kerakligi va kim esa tinch bo'lishi mumkinligi. Birinchidan, barcha nafaqaxo'rlar uchun o'zgarish. Nafaqalarni indeksatsiyasi va qayta hisoblashning avtomatik tizimi. Oldinlari nafaqalar har yili hukumat qarori bilan belgilangan miqdorda oshirilar edi. Ba'zida bu oshish inflyatsiya darajasini to'liq qoplamasdi. Ba'zida esa nafaqaxo'rlar bu haqda kech bilib uzoq kutishga majbur bo'lardi. Endi esa 1 maydan boshlab nafaqalarning indeksatsiyasi har yili avtomatik tarzda aniq belgilangan mezonlar asosida amalga oshiriladi. Bu degani nafaqa miqdorining oshishi endi inflyatsiya darajasi va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi oshish kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu tizim yanada adolatli va shaffof hisoblanadi. Chunki nafaqa miqdori endi iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgaradi, ya'ni haqiqiy hayot sharoitlariga ko'proq mos keladi. Masalan, olaylik, Maryam opa 7 yoshda 2 million so'm nafaqa olardi. Eski tizimda uning nafaqasi har safar prezident farmoni yoki vazirlar mahkamasi qarori bilan belgilanardi. Bu esa ko'pincha kutilmagan holda va har xil foizlarda amalga oshirilardi. Yangi tizimga ko'ra, agar mamlakatda inflyatsiya 10% bo'lsa va o'rtacha ish haqi 12% oshsa, Maryam opaning nafaqasi ham shu ko'rsatkichlarga mos ravishda, masalan, 12% oralig'ida avtomatik ravishda oshiriladi. Unga hech qayerga borishning, ariza yozishning hojati qolmaydi. Bu esa nafaqaxo'rlarga o'z kelajagini aniqroq rejalashtirish imkonini beradi va nafaqa miqdorining iqtisodiy o'zgarishlarga mos ravishda o'zgarishini kafolatlaydi. Ushbu mexanizm nafaqaxo'rlarning pensiya ta'minotining qadrsizlanishini oldini olishga qaratilgan bo'lib, ularning xarid qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Ikkinchidan, ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun jiddiy o'zgarishlar. Bu eng muhim yangiliklardan biri hisoblanadi. Ilgari ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqa hisoblashda ba'zi cheklovlar mavjud edi. Ko'pincha ularning ish haqi nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi deb hisoblanib, nafaqalarning to'liq indeksatsiyasi amalga oshirilmasdi
yoki ularga kamroq nafaqa to'lanardi. Bu esa adolatsizlik edi, chunki odamlar ham ishlashga, ham nafaqa olishga haqli edilar. Endi esa irmaydan boshlab ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun nafaqa hisoblash tartibi sezilarli darajada soddalashtiriladi va ularning huquqlari to'liq himoya qilinadi. Keling, Akrom akaning misolini ko'raylik. Akrom aka 65 yoshda. Nafaqada bo'lsa ham xususiy korxonada qorovul bo'lib ishlaydi va oyiga 2 million so'm ish haqi oladi. Uning nafaqasi 1 million so'm edi. Eski tizimda uning nafaqasi ishlayotgani uchun to'liq oshirilmas edi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra Akrom akaga nafaqa va ish haqi to'liq miqdorda hech qanday cheklovlarsiz to'lanadi. Agar nafaqa indeksatsiyasi inverti bo'lsa, Akrom akaga nafaqasi 20 million so'mdan 98 million so'mga oshiriladi va u shu miqdorni o'zining 2 million so'm ish haqi bilan birga hech qanday cheklovlarsiz oladi. Bu degani ishlayotgan nafaqaxo'rlar endi ham nafaqalarni ham ish haqlarini to'liq miqdorda olishlari mumkin. Bu yangilik ishlayotgan nafaqaxo'rlarga yanada ko'proq daromad olish imkoniyatini yaratadi va ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi. Ammo bu yerda bitta muhim jihat bor. Bu o'zgarishlar barcha ishlayotgan nafaqaxo'rlarga birdek tegishli bo'lishi uchun ularning ish beruvchilar nafaqa fondiga to'g'ri va o'z vaqtida ijtimoiy sug'urta to'lovlarini amalga oshirayotgan bo'lishlari shart. Agar ish beruvchi rasman ish haqi to'lamasa yoki tegishli to'lovlarni amalga oshirmasa, bu avtomatik hisoblash mexanizmida muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan nafaqaxo'rlar o'z ish beruvchilarining bu masalada mas'uliyati ekanligiga ishonch hosil qilishlari lozim. Uchinchidan, yangi turdagi nafaqalar va imtiyozlar. Ba'zi ijtimoiy zaif qatlamlar uchun yangi turdagi nafaqalar yoki mavjud nafaqa turlariga qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi mumkin. Masalan, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilayotgan oila a'zolari yoki uzoq hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun maxsus qo'shimcha to'lovlar kabi. Bu yerda aniq raqamlar va toifalar hukumat tomonidan aniq belgilanadi. Ammo bu imkoniyat hozirda muhokama qilinayotgan asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Agar siz ushbu toifalardan biriga mansub bo'lsangiz, albatta bu yangiliklarni diqqat bilan kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Endi esa kim tashvishlanishi kerak va kim esa tinch bo'lishi mumkinligiga e'tibor qarataylik. Kim tashvishlanishi kerak? Asosan, quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar diqqatli bo'lishlari zarur. 1. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Agar ular hali nafaqa fondiga o'z ish faoliyatlari haqida to'liq ma'lumot taqdim etmagan bo'lsalar yoki ularning ish beruvchisi ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmayotgan bo'lsa, ularning nafaqalari avtomatik ravishda to'g'ri qayta hisoblanmasligi mumkin. 2. Yaqinda nafaqaga chiqqan yoki nafaqa turi o'zgargan, masalan, o'quvchini yo'qotganlik nafaqasidan yoshga doir nafaqaga o'tgan shaxslar. Ularning ma'lumotlari yangi tizimga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Chetdan turib nafaqa oluvchilar yoki ma'lumotlarda noaniqliklar bo'lgan shaxslar. Ularning hujjatlari va ma'lumotlari raqamli tizimga to'liq mos kelmasligi ehtimoli bor. Kim tinch bo'lishi mumkin? Aksariyat nafaqaxo'rlar, ayniqsa faqat nafaqa olib ishlamaydiganlar va ma'lumotlari to'liq bo'lganlar tinch bo'lishlari mumkin. Ularning nafaqalari avtomatik tarzda hech qanday qo'shimcha harakatlarsiz yangi qoidalar asosida indeksatsiyalanadi va qayta hisoblanadi. Bu tizim aynan ularning hayotini osonlashtirish uchun yaratilgan. Keling, ikkinchi asosiy qismga, ya'ni istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslarga o'tamiz. Birinchidan, bir nechta nafaqa oluvchilar uchun. Agar siz bir vaqtning o'zida ham yoshga doir nafaqa, ham nogironlik nafaqasi kabi bir nechta turdagi nafaqalarga ega bo'lsangiz, yangi tizim qaysi nafaqani ustuvor hisoblab indeksatsiya qilishini aniqlab olishingiz kerak. Odatda eng yuqori nafaqa miqdori hisobga olinadi. Ammo ayrim hollarda bu qoidalarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, Zokir aka 6000 yoshda ham yoshga doir nafaqa 1 million so'm, ham ikkinchi guruh nogironligi uchun nafaqa 2 million so'm oladi. Eski tizimda unga ko'proq bo'lgan yoshga doir nafaqa to'lanar edi. Yangi tizimda ham bu qoida o'z kuchini saqlab qoladi, lekin har ikkala nafaqa turi ham alohida indeksatsiyalanadi va keyin ulardan biri tanlanadi. Agar oldinroq sizga kamroq bo'lgan nafaqa turi to'lanib kelgan bo'lsa, endi bu avtomatik ravishda to'g'rilanishi mumkin, ammo buni tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Ikkinchidan, pensiya yoshiga yetgan, ammo hali nafaqa rasmiylashtirmaganlar. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, ammo turli sabablarga ko'ra nafaqa rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, 1 maydan keyin
nafaqa rasmiylashtirish jarayoni yangi qoidalar asosida amalga oshiriladi. Bu ba'zi hujjatlar ro'yxatining o'zgarishiga yoki murojaat qilish tartibining soddalashishiga olib kelishi mumkin. Masalan, endi ko'plab ma'lumotlar idoralararo almashinuv orqali olinadi va sizdan kamroq hujjat talab qilinadi. Biroq bu sizga yanada qulaylik yaratish uchun ham tegishli ma'lumotlarni tekshirib, kerakli hujjatlarni tayyorlashni tavsiya qilaman. Uchinchidan, raqamli savodxonlik masalasi. Yangi tizimning asosiy afzalliklaridan biri xizmatlarning raqamlashtirilishi. Endi siz nafaqa haqidagi ma'lumotlarni MyDockov, uz portali orqali yoki maxsus e-nafaqa mobil ilovasi orqali olishingiz mumkin. Bu juda qulay. Lekin buning uchun sizda internetga kirish imkoniyati va kompyuter yoki smartfondan foydalanish ko'nikmalari bo'lishi kerak. Agar sizda bu ko'nikmalar yetarli bo'lmasa, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki mahalladagi volontyorlardan yordam so'rashdan tortinmang. Bu sizning vaqtingizni tejashga va kerakli ma'lumotlarni tez olishga yordam beradi. 4-dan, firibgarlik tuzoqlari. Har qanday yangilik joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga yangi nafaqa yoki qo'shimcha to'lov va'da qilib bank karta raqamingizni, PIN kodingizni yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashlari mumkin. Eslang, nafaqa fondi xodimlari yoki boshqa davlat idoralari sizdan hech qachon telefon orqali bank karta ma'lumotlaringizni so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroqlar yoki SMS xabarlar kelsa, ularga ishonmang, darhol uzib qo'ying va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Barcha rasmiy ma'lumotlar faqatgina davlat idoralarining rasmiy veb saytlari yoki e'lon taxtalari orqali beriladi. 5-dan, ba'zi bir ijtimoiy yordam turlari bilan bog'liq nuanslar. Nafaqa miqdorining oshishi bilan ba'zi nafaqaxo'rlar uchun beriladigan kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki boshqa ijtimoiy yordam turlarini olish huquqi o'zgarishi mumkin. Chunki bu yordam turlari ko'pincha oilaning umumiy daromadi ma'lum bir miqdordan oshmasligi sharti bilan beriladi. Agar sizning nafaqangiz sezilarli darajada oshsa, sizning umumiy daromadingiz ham oshadi va bu sizga ilgari berilgan ba'zi imtiyozlarni olish huquqini bekor qilishi mumkin. Shuning uchun, agar siz shunday ijtimoiy yordam turlarini olayotgan bo'lsangiz, nafaqangiz oshgandan so'ng tegishli idoralardan bu boradagi aniq ma'lumotlarni so'rab olishingiz shart. Endi esa eng muhim qism, amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? 1. O'z nafaqa ma'lumotlaringizni tekshiring. Ashiq qayerda? Astirish eng oson yo'li. MyDockov yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirib, o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali nafaqa miqdori va uning hisoblanishi haqida ma'lumot olish. Agar sizning kompyuterda yoki internetda ishlash tajribangiz bo'lmasa, mahalla fuqarolar yig'ini binosida joylashgan xalq qabulxonasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga yordam berishadi. Shuningdek, tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borib ham ma'lumot olishingiz mumkin. Nima uchun? Bu yangi tizimga o'tishda sizning ma'lumotlaringiz to'g'ri aks ettirilganiga ishonch hosil qilish uchun kerak. Ayniqsa, ish stajingiz, ishlagan joylaringiz va o'rtacha ish haqingiz to'g'riligini tekshirib ko'ring. 2. Ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun maxsus tavsiya. Nima qilish kerak? Agar siz nafaqada bo'la turib ishlayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan o'z ish beruvchingizdan siz uchun pensiya jamg'armasiga ijtimoiy sug'urta to'lovi muntazam va to'liq miqdorda o'tkazilayotganiga ishonch hosil qiling. Qanday? Ish beruvchingizdan tegishli ma'lumotnomani so'rang. Agar shubhalaringiz bo'lsa, o'zingiz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ish beruvchingizdan kelib tushayotgan to'lovlar haqida ma'lumot so'rang. Bu muhim. Chunki bu ma'lumotlar nafaqangizning yangi qoidalar asosida to'g'ri qayta hisoblanishda asos bo'ladi. Ba'zi ish beruvchilar to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmasligi yoki qisman to'lashi mumkin. Bunday holatda sizning nafaqangiz yangi qoidalar bo'yicha oshirilmasligi xavfi bor. Hujjatlar tayyorlash. Nima? Ko'pgina jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, agar sizning ish stajingiz yoki ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar davlat arxivlarida mavjud bo'lmasa, sizdan mehnat daftarchasining asl nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma agar korxona hali faol bo'lsa yoki arxivdan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Qayerga topshirish kerak? Hujjatlarni tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan topshirishingiz mumkin. Ba'zi hollarda MyDockov orqali elektron shaklda ham yuborish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Lekin hali ham shaxsan borish eng ishonchli yo'l hisoblanadi.
4. Savollar va muammolar yuzaga kelganda kimga murojaat qilish kerak? Avvalo, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. U yerda sizga birinchi maslahatlarni berishadi. Agar muammo hal bo'lmasa, tuman, shahar hokimliklari qo'shidagi xalq qabulxonasiga murojaat qiling. Ularning vazifasi fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish va ularning hal etilishini ta'minlashdir. Yuqori turuvchi organlarga, masalan, Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ham yozma murojaat qilish huquqingiz bor. Nima yozish kerak? Murojaatingizda aniq vaziyatni, qaysi sanadan qanday o'zgarishni kutayotganingizni, qanday muammo yuzaga kelganini batafsil bayon eting. Agar iloji bo'lsa, tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Hurmatli tomoshabinlar, xulosa qilib aytganda, Irmaydan boshlab joriy etilayotgan bu o'zgarishlar nafaqa tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilishga qaratilgan. Bu nafaqaxo'rlarimizning hayotini yaxshilash, ularning moddiy ahvolini mustahkamlash uchun muhim qadamdir. Ammo har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, dastlabki bosqichda ba'zi tushunmovchiliklar yoki texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun sizdan faol bo'lishingizni, o'z huquqlaringizni bilishingizni va kerakli choralarni ko'rishingizni so'rayman. O'zingizni va oilangizni himoya qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizning fikringizcha qanchalik samara beradi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularni o'qib chiqish menga va boshqa tomoshabinlarga ham juda qiziqarli bo'ladi. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz sizga doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.